Mana Vasya deydi Ahad. Mana shu gapiga ham javob beradi Ahad Xudoyorov. Vasya deydi. Mana uni Anton yoki qanaqadir nima deydi? Illik, u yo'q bu unaqa narsa deyotganim yo'q. Isbotlab bersinchi, men Vasyaligimni. Har bitta qilayotgan videolaring, har bitta gapirayotgan gaplaring anglab gapiringlar. Ertaga sizlarga protiv ishlash mumkin o'sha o'zlarining gaplaring. Agar gaplaringga javob bera olmasanglar. Mana aytib o'tdi, belingni sindiraman deyapti. O'sha gapdan hozir ushlab olsa, tortganidan keyin qani belingni sindir desa, sindira olmaydi, makillab qoladi. Shuning uchun nima kerak bor? Sharmanda bo'ladi. Bir chetda yuringlar, tegmaganga tegmasa. Mana shu Ahad Xudoyorovga ham musobaqaga chaqiradigan приложение tashlaganimda aytibdi, "Sen nima uni aytsan, mardmi yo здравый?" Mana shu so'zimga men o'zi javob bermoqchiman. Mard degan смелый degan, здравый degan sog'lom degan. Hech qanaqa chestiga tegiladigan gap bo'lgani yo'q. Endi meni Vasyaligimni isbotlab bersin. Vizov tashlaganda bitta odamda ikkinchi odamga shaxsiy vizov bo'lyapti. Sportivniy interes deyapti. Isbotlab bersa atletligini deyapti. Ke deyapti. Sahnaga chiq, ikkalamiz shou qilamiz deyapti. Chaqiryapti odam. Oldidagi laychalar sizlar qo'shilmanglar. Sizlarga bu tegishli emas. Ikkita odam orasida bo'layotgan narsa o'zlari hal qilib olishadi. Chiqmoqchi bo'lsa chiqadi, chiqmoqchi bo'lmasa o'zi aytadi, chiqmayman deb. Shaxsiyatga o'tmanglar. Bu shaxsiyatga o'tgani yo'q. Hech kim sokani yo'q. Hech kimga laqab qo'ygani yo'q. Vasya pasi degani yo'q. Hamma joyda qayta gapirsa, hammasini aytyapti. Ahad Xudoyorov deb aytyapti. U aytmayapti. Tam qanaqadir laqab to'qib, uni chaqirmayapti. Real aytyapti. Xohlasang Oktagon ligada jang deyapti. Xohlasang sahnada deyapti, bodybuilding. Xohlasang tet-a-tet podcast qilamiz deyapti. O'tirib gaplashamiz bodybuilding mavzusiga. Lubochasiga gaplashmoqchi. Buni o'zining interesi bor shu odamga. U men bilan o'rtada bo'lgan munosabatda emas. O'rtamizda nima o'tgan bo'lsa, u o'tgan salovat, u уже bo'ldi. Qolib ketgan, u boqni qovlamaymiz. Uni Vovani o'zining interesi bor shunga. Shu odam bilan gaplashmoqchi, ko'rishmoqchi. Tamom, sizlar qo'shilmanglar. Ertaga o'sha sizlar gapirayotgan gaplaring, har bitta gaplaringga javob berishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun mana gap chiqib ketyapti-da. Hozir men senga 20 mingta, 30 mingta подписчигimni hadya qildim. Bu yo'q, men buni yaxshisini deyapsizlar-da. Aytgan gap kim aytgan bo'lsa ham o'sha gap egasini topadi. Подписчик qachon ko'payishni boshladi? Qachon akam bilan videoga tushganimdan keyin. Shundan keyin Instagramim yondi. Hali ham tinganim yo'q. Tinganim polni yonyapti. Shuning uchun Ahad Xudoyorov orqasidan hayp qilyapti. Подписчики olmoqchi degan gaplar bo'lyapti. Yo'q, sportivniy interes. Bu